Kuniga 10 ta, 20 ta biologik aktiv qo'shimchalarni ichish shart emas. Sog'lom bo'lishni istasangiz, atigi 4 tagina biologik aktiv qo'shimchani ichishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi vitamin D. Vitamin D sizni immunitetingizni yaxshilashga, sochlaringiz hamda suyaklaringizni mustahkam bo'lishiga yordam beradi. Ikkinchisi omega 3 preparati. Omega 3 keraksiz yog'larni, yomon yog'larni kamayishiga va yaxshi yog'larni ko'payishiga sababchi bo'ladi. Bizning holatimizda yog'liq baliqlar yeyishimiz kam bo'lganligi uchun omega 3 ni qabul qilish kerak bo'ladi. Uchinchisi magniy preparati. Magniy preparati hech qachon ko'plik qilmaydi. Magniy sizni xotirjam bo'lishingizga, asabingizni tarang bo'lmasligiga, xotirani yaxshilashga hamda tungi uyquni yaxshilashga sababchi bo'ladi. To'rtinchisi, O'zbekiston sharoitida hamma yod preparatini qabul qilish kerak, chunki O'zbekiston dengizda uzoqda joylashganligi, dengiz mahsulotlarini kam iste'mol qilganligimiz sababli yod yetishmovchiligi deyarli hammada bor. Agarda sog'lom bo'lishni istasangiz, ushbu ma'lumotlarni saqlab qo'yishni unutmang va bu videoni kuniga 10 ta, 20 talab dori ichadigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying, chunki siz ichadigan dorilarning o'zi yetarli. Obuna bo'lishni unutmang.